Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu tarozimizni Samarqand viloyati Urgut tumaniga olib keldik. Zavod. Propan zavodiga olib keldik. Bu tarozimiz 120 tonnalik qidirilgan 6 metrdan 24 metrgacha bo'lgan tarozlarni yasab beramiz. Ko'rib turganingizdek, ramalari 22 li doktavrdan qilinadi. Qaysidir zavoddan olib biz sotmaymiz. Hammasini o'zimiz yasab yetkazib beramiz. Zapchas, platforma hamma joyga 5 yil garantiya beramiz. Biz ko'rib turganingizdek betonlik emas, zavoddan kak plitalarga, domlar plitasiga o'xshab tarozi bor. Kimgadir shunaqa tarozlar yasash xizmati kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani Turkiya tarozlar yasash xizmati. E'tiborlaring uchun hammaga rahmat. U domlar tepasiga plitka qo'yadigan ham tarozi ishlatish bo'lyapti hozir. Shunaqa farqi bor. U tarozilarda ko'rdik, ba'zi bir joylarda 120 tonnaga moslashtirib berishgani bilan u 120 tonna ko'tarmaydi. Mana biz Xudo xohlasa ustiga toshlarni qo'yib ko'ralar chiqarib ko'rsatib beramiz obunachilarimizga. 120 tonna deganimiz bilan 150 tonnagacha tortib beradi bu. Sababi zapchastlarimiz Turkiyaniki, ko'rib turganingizdek 22 li doktavrdan bo'ladi, ustilari 8 li les bo'ladi. 5 yil ichida tarozimiz egilib ketsa, bukilib ketsa, zapchast ishlamay qolsa, hammasini besplatniy qilib beriladi. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.